Uzun HTML dersligi 10-ci qism HTML rasm ko'rsatish xat kuchi. Biz rasm ko'rsatish xat kuchini rasm xat kuch deb olamiz. Rasm xat kuch IMG xat kuch orqali aniqlab berildi. IMG bosh xat kuch bo'lib, faqat xarakter qiymatli va mazmun va oxirlash xat kuchi yo'q. Masalan, uningki asli kodga qaraydigan bo'lsak, buningki oxirlash xat kuchi yo'q. IMG da boshlandi, anaki buning xarakter qiymatlari bor. Buni mushalat yozamiz. Ondan keyin src xarakteri IMG qiymatiniki inglizcha source, ya'ni asli manba degan ma'noda bo'lib, asli manba xarakter qiymati rasm adresi bo'ldi. Ya'ni buningki asli manbaga biz mana HTML vujud bilan o'xshash mundarij ostiga logo, gif degan bir rasmni qo'ygan bo'lsak, ham shu yerga shu rasmningki adresini bersak bo'ldi. Agar boshqa tor bekatlardagi rasm bo'lib qolsa, boshqa tor bekatlarningki adresini qo'shib yozib, mush qiymatga bersak bo'ladi. Mana misaldagi mana bu rasm qistirish kodini ko'radigan bo'lsak, mana holatda bir parcha rasm qistirildi. Ikkinchi mazmun almishlangan tekst xarakteri alit. Ya'ni bu alit xat kuchi rasm ichilg'icha yoki rasm normal ichilmish ko'ringan tekst mazmuni bo'ldi. U ham shundaqla rasm qaraydigan bo'lsak, rasmning ustiga ekasam, uzun HTML deb askartish uchur ko'rildi. Mushal ko'rilgan uchurmi dal alit xarakteri ichiga yozilgan qiymat bo'ladi. Bu xarakterni belgilashninki menda ikki xil foydali tarafi bor. Birinchisi izlash motorlarininki rasm izlash birlik tarafidan o'ng'ay qo'shilindi. Ya'ni izlash motorlari ma rasmni qo'shib olgan vaqtda mushniki alit qiymatiga asosan biz ma izlagan vaqtda tekst qiymatini kirgizib izlagashga mush alit qiymatiga asosan buning qarta izlash olib bordi. Ikkinchisi ziyorat qilishlarga qulaylik askartish uchurini ta'minlaydi. Bu ham ko'rib o'tdik buni. Ma rasm ichilg'icha normal ichilmaslik degan masala qarta, masalan hozir normal holat ko'rindi. Ma'lum kodda rasmninki ismini xato qilib, boshqa mushu bo'lmagan bir rasmning adresini bersam, u chaqda meyatki rasm ko'rinmaydi. U chaqda xato belgisi bilan amiyat uzun HTML deb bu adat qiymatiga berilgan bu uzun HTML degan qiymatni ko'rsatdi. Anaki buningga boshqa qiymatlarni bergan vaqtimizda ammo oldin saqlagan rasm bor. Buningda yana boshqa rasmlarni ko'rishga bo'ldi. Axir do'stlar, eslatib, agar bir HTML hujjatiga 10% rasm qistirilgan bo'lsa, bu hujjatni ziyorat qilganda 10 hujjat ochildi. Buning mulozim turi bo'lgan besimi yuqori bo'ldi. Shunga ma'lum turbat ichilish suratini tuzilish uchun amal bar rasmni oz ishlatamiz. Ham bu tur bekatga nisbatan rasmlarni amal barmi shu qisilgan kichikliklarga odatdagi uningki aniq xususiyatiga bak ta'sir yetkazmagan asosda shunday rasmlarni ishlatib, bu bo'shliqniki bu besimini oziltamiz. Agar unda qilmasak rasmchi qo'yib ketib qolsa, cho'qim bu bo'shliqqa qimmat bo'lgan bo'shliqlarni elish to'g'ri keldi.